Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 2026-yil 15-iyun Qirg'iziston viloyatidan kelgan bemorimizning onasi bilan suhbat olib boramiz. Bemorimiz Qushbaqov Habib. Temir qog'ozini ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum opa. Alaykum salom. Bizga nechinchi kelishingiz? Bizga kelishdan oldin o'g'lingizning holati qanaqa edi? Hozirgi holati qanaqa? Shular haqida batafsil aytib o'tsangiz. Sizlarga men ikkinchi jolu kelib lecheniyaga jatishibmiz. Birinchi jolu 1 yil murun kelganmiz. Men balam 2021-yildan beri o'ruydi. Men balam sudurgi berib, высокий temperaturadan komaga tushgan. Komadan keyin bir jag'i insult olib, pravoslavniy gemoparez bo'lib qolganda, shundan beri sudurgi beradi. Shu sudurgini o'zimizda lecheniya qildik. Kichkinala uspokayt etadi. 1-2 oydan keyin qayla sudurgisi boshtalib o'ladi. Bola sudurgi bo'lganda, men balam boshini yerga tashlaydi. Prям tashlaganda qarmay qolganga ham uspet qilib tars deb tashlab, sement va yer va suzib oladi. O'sha doktorni birovdan o'g'ib, shu vrachni o'g'ib, professor bor shu yerda degandan shuga keldik. Mana 1 yil murun kelib 10 kun lecheniya olib ketdik. Shu menen mana Xudoyning qudrati bilan balam 1 yil вообще zo'r yurdi. O'rvadi ham, bunday gripp, sirip ham bo'ldi. Murun gripp bo'lsa ham qishi menen 2-3 martadan lecheniyaga jataveradilar. Gripp bo'lganda temperatura ko'tarilib, sudurgi bo'lib qoladilar-da. Mana vrachga keldik, vrachning o'zini bunday cho'pdan jasalgan dorilar bor ekan. Shu dorilarni oldik. Shu birosi shu epikarit degan epilepsiyani qilgan, birosi bo'lsa o'sha pankreatit ekan, bolaning immunitetini ko'tarib kasal qilmaydi ekan. Ana birosi sog'lom chekkan, u bolaning ichini qatirayotgan. Men bolam darini ko'p ichgan uchun ichi ham qattiq qiynalaveradilar-da. O'shani ichamiz. Anan keyin da birosi sabr malham degani bor ekan. O sabr malham men bolam giperaktivniy, bir yerda turmaydi. Shuni ichirsak sal o'zine kelib 1 yildan beri o'zgarish yaxshi. O'shaning uchun buna Xudoy buyurib nasib qilib 1 yil deganda dag'i olib keldim. Bu malgacha kelayin dedim, shans bo'lmay qoldi-da. 1 yilda olib keldim, dag'i olib kelib, hozir ikkinchi jol lecheniya olyapmiz. Xudoyga shukr, bola yaxshi. Shu vrachni murundan ko'rchilam, endi kelalmay yurganmiz-da. Qayerdan ko'rib keldingiz bizni vrachimizni? Sizlar vrachinglarni men o'sha Qirg'izistonda больницада очередьda tursam bir qirg'iz eja aytib qoldi. Men bolam cho'ngli pasport olib qolgan, bolam sudurgi bo'lib o'riydilar. Shu vrachga borgandan keyin bolam yaxshi bo'ldi, yaxshi jaqa o'zgarib, даже men bolam hozir Moskvaga ishlagani boramiz otadi. Shu bolang oparg'in, yaxshi qayla bolang bor ekan deb bizni sunishtagan bireji. Ana Feruz opa degan vrachning nomerini bergan. Shu через Feruz opa kelib, ana shu vrachga lecheniya olib qoldik. Shudan beri kelib ketib, darilarga kelib ketib turam tinbayli. Shu vrach darisini uzbog'un, darisini uzbosanglar bolang yaxshi bo'lib ketadi degan uchun darisini uzbaymiz. Bu darilarning ziyoni yo'q, bu cho'pdan jasalgan, tomoq ash qatorli bersang bo'laveradi degan uchun shu darilarni uzbay beramiz. Biroq 1 yilda bir marta lecheniyaga keldik. Hozir shu yerda lecheniya olamiz. Tim bo'li bunisida, murunqisida klinikada lecheniya olganmiz. Endi bunisida vrach o'zi sunishtab qoldi. Bu yoqda bir sanatoriya bor, yaxshi yer borib ko'r degandan bu yoqqa kelsak, bu yer u yoqdan ham yaxshi ekan. Bu yer jag'ib qoldi. Endi Xudoy buyursa, to'lka o'sha yoqqa kelamiz deb o'tiram. Bu yerda aylanasi toza havo, bor yo'q yashil, salqin. Еще bu yerdagilar ham yaxshi ma'mila qiladi ekan. Doktorlarga ham rahmat, professorning o'zine rahmat. Shu bolamning diagnozini topib, shu vrachning lecheniyasi bilan meni bolam shunday darajaga keldi. Hozir sudurgi bermaydi. Hozir o'zi o'ynab yuraveradi. Murun to'lka qo'ldan jetelab yurganmizda, jig'ilib qoladilar sudurgi berganda. O'sha. Hurmatli obunachilar, kimda shunga o'xshash kasalliklar bo'lsa, o'ylanmasdan olib kelishingiz mumkin. Rahmat opa, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga dag'i.